Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tromblar haqida suhbatlashamiz. Tromblar mavzusi juda ko'pchilikni qiziqtiradi, chunki katta muammolarga sabab bo'ladi. Infarkt, insult kabi xavfli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi negizda turadigan kasallik yoki insonni o'limiga sabab bo'ladigan kasalliklarning sababchisi bu tromblar hisoblanadi. Tromblar har xil ko'rinishlarda bo'ladi. Yog'li tromblar yoki boshqacha kalsinatli tromblar, ya'ni organizmda tromblarning tarkibi o'zgarib turishi mumkin. Chunki vaqt o'tib borgan sari uni tarkibidagi holati, qattiqligi o'zgarib boradi tromblarda. Endi tromblar o'zi qanday paydo bo'ladi? Birinchi o'rinda uni keltirib chiqaruvchi omillardan biri yog' massasini yoki xolesterinning miqdorini baland bo'lishi ekan. Xolesterin qanchalik yuqori bo'lsa, tromblar paydo bo'lish ehtimoli shuncha yuqori ekan. Ikkinchisi kam harakatlilik. Insonda harakat qancha cheklanib borsa, qondagi trombotitlar miqdori va qonni qo'yilish darajasi ortib borar ekan va tromblar paydo bo'lishiga omil yaratar ekan. Uchinchisi turli xil surunkali kasalliklar. Chunki surunkali kasallikka chalingan insonda organizmda jarohatlanish darajasi ortib borar ekan. Ya'ni qon tomir devorining ichki qavati, intima qavati jarohatlanib qolar ekan. Xuddi teri yuzamizga o'xshab jarohatlanib, mana shu joyda tromb paydo bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Bu yerda jarohatlangan joydan himoyalash uchun trombotitlar kelar ekan, undan keyin fibrin tolalar kelar ekan, undan keyin yog'lar kelar ekan, undan keyin kalsiy tuzlari kelib, fosfor tuzlari kelib o'rnashib kattagina trombga aylanar ekan va mana shu tromb kelajakda har xil muammolar chaqirishi mumkin ekan. Bundan tashqari tromblar paydo bo'lishda turli xil dori-darmonlarni noto'g'ri va tartibsiz iste'mol qilish, ayniqsa gormon preparatlarni tartibsiz iste'mol qilish insonlarda tromblar paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin ekan. Bundan tashqari ba'zan asosan sistemali ukollar yuborilganda havoni qon tomir devoriga ketib qolishi ham havoli embollar, ya'ni tromblarga sabab bo'lib qolishi mumkin ekan. Endi tromblar paydo bo'lishini aytdik, mana ateroskleroz degan kasallik. Bu kasallikni joylashish joyiga qarab har xil belgilar berar ekan. Misol uchun bosh miyada joylashganda asosan asab tizimining belgilari, ko'krak qafasida joylashganda, yurakda joylashganda, oyoqlarda joylashganda turli belgilar bilan namoyon bo'lar ekan. Birinchisi qon aylanishining buzilishi, mana shu organda funksiyasini buzilishi, mana shu a'zoda og'riqlar paydo bo'lishi, mana shu a'zoning atrofiya holatining kuzatilishi kabi belgilar bilan ketar ekan. Bosh miyada, yurakda joylashgan holatlari ancha xavfli hisoblanar ekan, chunki infarkt va insult degan katta kasalliklarga sabab bo'lib qolar ekan. Endi tromblardan qanday himoyalanish mumkin? Birinchisi jismoniy faollikni kuchaytirish. Ikkinchisi turli xil damlamalar iste'mol qilib turish. Chunki damlamalarda bitta yaxshi odat bor. Qonda to'plangan zaharli moddalarni organizmdan chiqarib yuboradi siydik orqali. Siydik haydovchilik qobiliyati orqali. Yog'ga boy bo'lgan, xolesteringa boy bo'lgan ovqatlar iste'molini cheklash. Turli yallig'lanish kasalliklari, infeksion kasalliklardan himoyalanish. Immunitetni mustahkamlash, jismoniy faollikni kuchaytirish ateroskleroz, ya'ni tromblar insonlarda paydo bo'lishi va uni yo'qolishiga katta turtki bo'lar ekan. Endi insonning yoshi ulg'ayib borgan sari baribir ma'lum darajada qonni qo'yilish darajasi ortib borib, kapillyar tomirlarda tromblar paydo bo'lar ekan. Asosan ko'proq qandli diabet kasalligida uchrab, qon tomirida kapillyar devorlarida juda ham ko'plab mayda tromblar paydo bo'lar ekan va mana shu kapillyar tomirlar bekilishi hisobiga organizmdagi hujayralarda oziqlanish buzilib ketar ekan va hujayralar och qolishi hisobiga turli nekrozlar eshitib qolamiz, oyog'ini kesibdi degan gaplarni mana shunday jarayonlarga sabab bo'lib qolar ekan. Shuning uchun tromblardan ehtiyot bo'ling, tromblardan saqlanishga harakat qiling va tromblar paydo bo'lishini oldini olishda bor kuchingiz bilan, g'ayratingiz bilan harakat qilishingizni tilaymiz.